Bugungi videoda bir obunachimiz so'rabdi. Menga ham Articraft serveriga kirishni o'rgating, iltimos debdi. Xo'p, men obunachalarimizning gapini yerda qoldirmayman. Shuning uchun bugungi videoda Articraft serveriga qanday kirishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi Mojo Launcher yoki Pojo Launcher degan ilovalar kerak bo'ladi. Bu ikkala ilova kompyuterda o'ynaladigan, ya'ni Java Minecraftni telefon versiyasini qilib beradi va tushunarliroq qilib bizga yangi akkaunt kerak bo'ladi. Men boshqa akkauntdan kiryapman. Mendan boshqa youtuberlarning videosini ko'rsangiz to'liq akkaunt Mojo Launcherga akkaunt ochish videosini ko'rsatadi. Xo'p, birinchi o'rinda biz play tugmasini bosib olib o'yinga kiramiz. Xo'p, bu ancha vaqt oladi. Men esa hozir bu videoni kesaman. Nima desa bo'ladi endi? Ancha vaqt kutish kerak buni kirish uchun. Xo'p, mana Minecraftga ham kirib oldik. Endi multiplayerni bosib add server pastda add server degan yozuv chiqadi. O'sha yerga bosib server adres degan joyiga articraft.uz deb yozamiz. Va serverning nomiga xohlagan narsangizni yozib tashlashingiz mumkin. Qiziq emas bu narsa. Va bizda paydo bo'ladi. Mana pastda ko'rib turganingizdek chiqdi. Bu serverga kiramiz. Va bu yerda bizdan so'raladigan narsa bu register, login, parol. Biz bu yerga / orqali register hamda parol yozamiz. Parolni 2 marta qaytaramiz. Men register 1 2 3 4 5 6 deganman va qaytadan shu parolni yozamiz. Parolingiz 6 xonali bo'lishi kerak. Xohlagan parolingizni qo'ysangiz bo'ladi. Uncha oson qo'yish shart emas. Oson qo'ymang maslahatim. Va bu yerda men robot emasman. Bo'limdan ham o'tib olamiz. Faqat yashilni bosamiz. Va mana ko'rib turganingizdek kirdi. O'yinda sizlarga omad tilayman. Bu yerda anarxiya, Battle Royale hamda SMP rejimlar bor. Men esa anarxiyaga kirib, maza qilib o'ynayman. Hammaga xayr, obuna bo'lib ketishni umuman esingizdan chiqarmang.